Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana xudo xolasa niyat etib mol boqdik, o'g'itcha. Bunaqay o'g'itchalarimiz xudo xolasa taym bo'lib qoldi. Mana niyat qilib urganlar, shunday mol boqishga qiziqib urganlar. Qiziqib urgan akalarimiz, ukalarimiz bo'lsa, like'larni bosib qo'yasizlar. Oyamay xudo xolasa bunaqay o'g'itchalarimizning tirik vazni 700 plus minus, belki 700 dan ziyodroq kelar, belki kamroq kelar, lekin keladi. Plus minus 700 kilo, 700 kilodan ziyod keladi. Xudo xolasa ertang bozor kundan boshlab so'yilib boshlaydi bu mollar. Bugun ebitdan keyin tarazida o'lchaymiz. Niyat qilib urgan akalar, ukalar bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Bunaqay mana o'g'itchalarimiz 700 kilodan ziyod keladi. Avvalroq o'lchanuvdi. Hurmatli yurtdoshlar, like'da ayamisizlar degan umiddaman. Xudo xolasa video qancha ko'p tarqalsa, qiziqib urgan akalar, ukalar bo'lsa, bunaqay niyat etib bag'avrasizlar, yaxshi kunga buyursin. Xudo xolasa mana bugun ebitdan keyin o'lchaymiz, ertang bozorga so'yiladi. Video yaxshi zakoniy tarqashina yordam beringlar, zo'r tarqashina. Keyingi necha foizdan bergani boshqasini yana video chiqaraman undan keyin. O'g'itcha o'zimizning Amudaryo tumani Xitoy bozorga so'yiladi. Xitoyda hurmat akam so'yib beradi, hurmat qassob tanidorlar. Like bosib qo'yamiz. Yurtdoshlar, poddishkada bo'lamiz. Amudaryo tumani Xitoy bozorga so'yiladi. Namuna mahalla Xitoy, butun O'zbekiston videoni tarqatishga yordam bering. Musofirdag'lar, niyat etib urganlar, hammasiga sog'lik, salomatchilik tilaymiz. Videoni tarqatishga yordam beringlar. Qiziqqanlar boqsin. Mana men ham niyat etib boqdim. Musofirchilikda ishladim, boshqa etdim. Bunaqay xudo xolasa yomon bo'layotqa yo'q. Yaxshi, zo'r natija. Hammaga rahmat. Sog'lik, salomatchilik tilayman hammaga. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing yurtdoshlar. Yana shu o'g'itchalar so'yib boshlaymiz xudo xolasa. Taym bo'ldi. Bu o'g'itchalar 13 oy yemlandi-da. 13 oy yemlandi bular. Sog'lik, salomatchilik.